گفتیم چی میگیم؟ سلام، خوش به حالت مکس. علیکم السلام، خوش به حالت، خوش آمدی، زنده باشی.
الله عز وجل يقول: وخلق الإنسان ضعيفا. لو تصورنا العكس، لو خلقه قويا استغنى بقوته عن الله، فلما استغنى بقوته عن Здравствуйте, я директор ювелирного магазина Sunlight. Все наши магазины закрываются. На все золото, серебро и часы действуют скидки 50, 70 и 80%. Даже на ассортимент с бриллиантами Якутии. نوری عالم. Abi Zayd Amr ibn Ahtobdan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biz bilan bomdod namozini o'qidi. Bomdodda o'qib bo'lib xutba minbarga chiqdi. Bizga xutba o'qidi peshingacha. У нас есть белые мусульмане, коричневые, желтые, краснокожие и черные, но в исламе все равны. سلام علیکم دوستانی عزیز، خوب هستین؟ سلامت هستین ان شاء الله. الله برکتتون که پیش از اون که نوارا تماشا میکنین، نگاه میکنین، خواهش میکنم از هر یک شما نوارا به دیگران روان کنین، یعنی پدیلیت کنین تا که همین بدبخت حرام، همین کثیف دزد پیدا شود و ضرر شد به یک برادر خواهر مسلمان دیگه نرساند. سنت الله یک برادر مسلمان در بازار فود سیتی همچون صاحب کار و دیروز زنگ زد اما کمک خواست، واقعه را نقل کرد و کمک خواست و ما این برادر الحمدلله میشناسیم از روز کرانتین و این برادر بسیار برادر دست به خیر است الحمدلله. بیاید دوستانی عزیز همین برادر را دستگیری کنیم تا که همین کثیف حرام، همین دزد یافت شود و خواهش میکنم از برادرایی که در روسیه بخشش زیاد به روسی بگیم افطاریتت، خواهش میکنم همین برادر را دستگیری کنید تا که همین مبلغی که بدبخت حرام دزدیده برگردانه بتیه و انشالله که همین برادرایی که افت میکنن بیچی نمیموننشان و انشالله که این برادر وعده داد که همین مبلغی که هست 15-20% در کاری خیر انشالله که صرف میکنم. بیا دوستانی عزیز یک جا همین برادر را کمک کنیم، دستگیری کنیم. من اولش میمونم خطیم به صحبت کردگی برادر یا نقل کردگی من چیاشو نمیمونم انشالله، نمروش نمیمونم. برادر سنت الله و بچه همکیشه کسایی که میتونن دستگیری کردن همین برادر میتونید در همون نمروشون زنگ زنید. باقی الله سبحانه و تعالی نگهبانتون باشه، دستگیری کنید. سلام علیکم. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. سوزه که سلامتان هست، همه خوب؟ الحمدلله برادر، الحمدلله. اینجا ما برادر همین پرابلم بود. همیشه مسکو فوتسیتی دا کار میکنه. همه بچهش برز کس میکنه توار یعنی کسروکتی و اینترنت یک ودی تل میابد روی میکنند من در روی میکنه دو سه تا آدمای ما همینجا بور میکنن ودی تل صورتاش هست، من در دنیاش هست، دنی پاسپورتش هست، چی از دیسپیچر ما زکات گرفتگی یعنی که زکات دادگی دیسپیچر ده همه چی اونجا ده هست، دکومنت حجت ها هست. اون ماشین ده گدت تگی 2,300,000 سومه بور بود، هم ماشین گم میشد هم چی. Грошнер Блива и Миринфо радио представляет. Армия сатаны. Артиши шайтон. Qismi 19. Qismi 19. Rotinal Bliva. Education is the key to success. It
makes us aware of knowledge, skills, and ethics that has been there in the world, which we learn as it helps us to know the purpose of our existence, to progress, and to develop further. But today's education system is not really designed to let you reach the real success. It just gives you the feeling that you're learning and becoming more and more intelligent, while in reality it narrows your perception of the reality to a very limited amount. One of the most effective ways to control the society is to deprive Поскольку в конечном итоге Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytganlar: ummatim uchun hali shunday zamon keladiki, iymon keltirgan, menga ergashgan, o'zini musulmon sanaydigan ummatim namozni to'liq ado qilmay qoladi. Har yerda baland binolar quriladi. İnsanlar har gapida Alloh nomidan qasam ichadi-yu, qasamning ustidan chiqmaydi. Odamlar bir-birlarini la'natlaydi. Poraxo'rlik va zino avj olib ketadi. Oxirat kuniga bepisandlik bilan qarashni boshlashadi. Bu dunyoning o'tkinchi matohlari evaziga oxirat dunyosini sotib yuborishadi. Haqiqat bugun odamlar moddaparast bo'lib qolishdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam davom etib shunday dedilar: qachonki siz o'sha vaqt ustidan chiqib qolsangiz, o'zingizga boshpana izlashni boshlang. Bu kabi holatlarga duch kelmaslik yo'llarini izlang. Bu oson emas albatta deganlar. Boshqa bir hadisda bir odam: ey Allohning rasuli, boshpana izlash, panoh izlash nima degani? Bu gaplaringizning asl mohiyati nimadan iborat deb so'radi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam quyidagicha tushuntirdilar: bu degani, qachonki o'lim seni yo'qlab kelmagunicha o'z uyida qolish, og'ziga mahkam bo'lish, tilini va qo'lini harom ushlashdir. Birodarlarim, axir bundan ham yomon kunlar kelishi mumkin. Dunyoda sodir bo'layotgan voqea va hodisalardan inson shunchalar adashib qolganki, nima qilarini, qayerga borishini, kimlar bilan birga bo'lishini bilmay qoladi. Hamma narsadan shubhalanishni, ehtiyot bo'lishni boshlaydi. Hattoki uyda o'tirgan paytida ham o'zini ko'p narsalardan chetga boshlaydi. Yaxshilik qilishni xohlaydi, lekin qayerga borib qoladi. Yomonlikka duch kelmaslikka harakat qiladi, lekin yomonlik avj olgan zamonda yashayapti. Ko'pchilik yoshlar mendan, nega islom hamma narsa Alisher. Hechchi va nima bardura? Nima bardura? Hamma yaznama, bratna imojda zangda. Neya? Magar ami xona omada yo'chan fursatdan dar ko'ray vayra. Oh. Akamchi? Mayli. Yagam ko'rmay shu. Rocho. Mayli, davay. Harom deydi kabi savollar berishadi. Aslida bu noto'g'ri fikr. Islom hamma narsani demaydi.
Ammo atrofni yovuzlik qamrab olganida xuddi islom hamma narsani harom deganga o'xshab ko'rinadi. Chunki biz ana shunday zamonda yashayapmiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Hali gunohlar oson amalga oshiriladigan zamon keladi. Hayo va iffat o'z qadrini yo'qotib boradi." Bu inson hayotining qiymati borgan sari arzonlashib borayotganining dalilidir. Uning qiymati yo'qoldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizga shunday deganlar: insonlar namozlarini to'la to'kis ado qilmay qo'yishadi. Namoz insonlar nazdida o'z qiymatini yo'qotib boradi. 5 mahal namoz shoshilinch e'tiborsizlik bilan ado etiladi. Namoz o'z ahamiyatini, zaruriyatini yo'qotadi. Agar bu yo'lga pullar aralashsa, namozni ham tashlab yuborishadi. Agar yigit bir qiz bilan ko'rishmoqchi, gaplashmoqchi bo'lsa va namoz vaqti kirib qolsa, u namozni o'tkazib yuboradi. Agar gap boylik, manfaat, hayotda biror narsaga ega bo'lish haqida borsa, insonning xayoliga eng oxirgi keladigani namoz bo'lib qoladi. Bir birodarimiz menga: "Men 5 mahal namozni ishim sababli ado qila olmayman" dedi. Shunda men: "Hech namoz uchun vaqt ajratishga urinib ko'rdingmi?" "Yo'q, islom menga oilangni ta'minla deb buyuradi-ku. Agar Alloh seni oila bilan ne'matlantirmaganda, oilang bo'lmas edi. Allohga noshukrlik qilib undan yuz o'giryapsan. Undan o'zgaga suyanib qolyapsan. Allohdan o'zgani do'st tutgan insonni Alloh Qur'oni Karimda o'rgimchak to'ridagi o'rgimchaklarga o'xshatgan. Allohni qo'yib o'zga do'stlar tutganlarning misoli o'ziga uy tutgan o'rgimchakka o'xshaydi. Holbuki eng zaif uy o'rgimchakning uyasidir. Koshki bilsalar edi. Хочешь подтянуть английский? Не хочу, реклама не хочу вообще-то. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Шазам, давай, скачай побыстрее, пожалуйста.